Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Muhtaram jamoat muslimin, muhtaram hurmatli Baliqova ishqibozlari. Biz mana yana keldik. Bu yerlar vodiy baliqchilarga juda yaxshi tanish joy. Mana chap tomonimizda Sirdaryo, Sirdaryodan shu Oxunboboyev kanali mana shu yoqqa quyilib o'tadi. Bu damba. Mana shu yerga keldik, xudo xolasa. Inshaalloh yaxshi umid qilib, yaxshi niyat qilib keldik. Qalmalarni solib qo'ydik, xudo xolasa natijalar bo'lsa albatta sizlarga tanishtirib boramiz. Endi u 5-6 yil burun Bellada Hazakamiga Ilonchuvonga 5-6 yil laqabalar ilinardi. Endi hozir unchalik emas u. Lekin har holda endi nomi shayton, umid qilamiz. Harakat qilamiz, sababini yaratamiz. Xudo xolasa Alloh beraman desa beraveradi. Oldinlar shu Ilonchuvonga, endi Ilonchuvon ham ko'pchilik e'tiroz qilyapti. Chuvalchang deyiladi deb, endi biz Asakinskiy shevada gapiramiz. Ilonchuvon deb, Ilonchuvonga nihoyatda beda ko'p laqab chiqqan oldinlari. 5-6 yil burun chiqardi. 4 kilolik, 5 kilolik Hazakamiga chiqardi. Endi hozir unchalik emas, lekin har holda nomi shayton, umid qilib ana qilishimiz kerak. Endi to'q degan narsalar bor, balki shu sabablidir. Endi bizga sabab noma'lum. Alloh bilguchiroqdir. Lekin u kuni kelganimizda ham ancha-muncha qarab tushab ketdik. Yaxshi joylar. Mana endi keldik. Xudo xolasa natijalar bo'lsa albatta tanishtirib boramiz. Xudo xolasa. Mana Oybejon harakat qilyapti hozircha. Mana u ro'paramda alaka o'tiribdi. Formalari ham vayenniy bo'lgani uchun u ko'rinmayapti uncha. Joyiga tushdi. Qolmalarni qator qilib solib qo'yganmiz. Nima deysiz? Ha? Sen slabi tortdi. Slabiroq tortdi deymi? Bu g'alati ekan, bu baliq bitta ko'zi ko'r ekan. Bitta ko'zi yo'q ekan bu baliqda. Yo'q, bunaqa jarohatlangan baliq ekanda bilinib turibdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bo'sh kelyapti-yu. Uzilib ketibdi bular. Ha, tortib yuboringlar eski. Voy, bular bor edi ekan. O'zim o leskezni Pluton maqtovurdi rang edi. Mana ko'rdingiz, salga uzildi. Alisher, Plutonga qo'yish kerak edi. Alisher, baliq bor edi. Bor edi, tortishdan ko'rdim. Nima soluvdingiz? Nima soluvdingiz? Unavi qayerdan ketdi ko'rdingizmi? Ha, Plutonga ekan u. Pavadoyda oldin ketibdi-da. Lesga ketdi. Yag'i leskanmidi? Kichiklik yo'q. Ko'z tegmasin u. Kim birinchi pachin qiladi dedim-ku aka. Bilganda aytganman-da uni aka, xudo xolasa.
Bo'laveradi karasam xudo xohlasa. Achini? Pachinda, ha? Og'zimdan chiqib yurmadi gapim. Ha. Endi pachinni qo'yib yubormaylik. Biz endi yarim kiloni pastini qo'yib yuborardik-ku endi. Ha, yo'q, kattaroq yaxshi qimillatadi-yu. Voy. Mana yana bitta. Sizlar ham mashinamizlar deyapti, bir-birini ko'rib. Qachon keldinglar deyapti. Sen ahmoqlarga gapiga kirib, men ham ilindim deyapti. Ha, gaplashishdi. Sizlar ham mashinamizsan dedi-yu. Oh. Nima deyapti? Ro'za tutib Nima bo'pti? Qochib ketdimi yana? Ya, shu ro'za. Yomon bo'ldi. Nima bo'ldi hozir? Qochib ketdimi? Mana qilyapti. Asliga men ham qiziqib keldim-da. Vaqt bo'ldi-da o'lakchi. Yeb ketdilar. Ha, uydagi uzmada. Ha? Tavakkal alalloh, la havla va la quvvata illa billah. Ya Robbim Alloh, sendan o'zga iloh yo'q. Yana karasga o'xshayapti-da. Sekin tortyapti-da. O, kattaroq endi qarang. Ulosina yana, o tuzinglarmi qarang. Mana o'rtoqlar, ikkinchi xudo xolasa. Dadil ekan bunisi, ha? Ha, katta. Bu karasmi? Karas. Kaç yaptı karas? Kim hoji qildimi? Nima jimihna ilon chuvanmidi? Jimihiza sop ko'ring bo'pti, ha, senga. Ha, zavodskoyda qarang. Nechta oldu? Sana 3 ta oldu sizniki. Vay be, o sarık nima o?